Axir bu yaxshilik alomati emas. Galemni o'ldirishlarga ko'rsataman. Nima? Uymi? Qurol ko'tarib olganmi? Bu yer qayer? Nima dengizmi bu? What the heck? Men qishloqning qoq yonboshida chiqqan bo'pti. Nima bu daraxtda barglar yo'qmi? Axir bu yaxshilik alomati emas. Mayli. Lekin buni olib ketish juda kerak, chunki maqtaga va taxtalardan kapital yasashga harakat qilaman. Hali oldinda bu qishloqni o'marishimiz ham kerak. Yaxshi, bizda kirka bor. Bu yer juda qorong'i ekan. Bizga shu hozircha yetadi. Avval kirka yasaymiz va bitta cho'p, endi bitta qilich yasab olamiz. Shu hozircha yetadi bu. Nima? Tezda qorong'i tushyaptimi? Axir Minecraftda kech tushguncha 10 minut yetarli emasmi? Bu yerda nima bor? Yeguliklar, ularni olib ketamiz. Bizga menimcha oldinda ancha foydali. Bu yerdagi yotoq qayerda? Men bunga tushunmayapman. Nega Minecraft o'zgarib qoldi? Bunda nimadir gap bor. Bu uyni ham bir tekshiraylikchi. Da, yotoq bor. Brat, turing, brat. Uxlashim kerakmi? Birinchi kunni ham o'tkazib olyapmiz. Mana yangi kun. Endi bu yerni ham bir ko'raylik. What the heck? Zumradmi? Juda kerakli narsalar borga o'xshaydi bu yerda. Bu shart emas. Kitob ham bizga kerak emas. Qani boshqalarni ham qiziqib ketyapman. Creeper yo'qolmaysanmi? Katta tezlikda boshqa uylarga ham borishimiz kerak. O'rgimchak. Bu uyda nima bo'lishi mumkin? Katta uyga o'xshaydi. Hech narsa deb javob beryapti. Bu yaxshi emas. Keyingi uyga o'tamiz. Bu uyda sandiq yo'q. Lekin borku, bu orolmi yoki boshqa narsa chiroyga vafshi gap yo'q bo'ladi. Galemni o'ldirishlarga ko'rsataman. Ochib turing, brat. Va bizda 3 ta temir bor. Endi esa bemalol temirli narsalarga tashlab ham keyin boshqa yerda ham bo'lib qoladi. Bizga temirchining uyini juda kerak. Bu yerda menimcha hech narsa yo'q. Nima bu sandiqlar juda kam bu yerda. Kitobchi. Bu ham bizga uncha kerak. O'qning ovozimi? Kimda o'q bo'lishi mumkin? Men tushunmayapman bu yerga nimaga. Nahotki mendan boshqa kimdir bo'lsa bu yerda. Nima? Uymi? Bolalar, men uy ko'rib qoldim. Voy, bu qishloqning uylaridan juda katta farq qilar ekan. Bu yerda kimdir yashaydimi ekan? Kimdir bormi? Voy. Yo, bro, qandaysiz? Siz kimsiz? Yo. Bro, gapiring, kimsiz? Salom bro. Alo.
Yaxshimisiz? Bu orolda anchadan beri turasizmi? Ha, anchadan beri turaman, ha. Do'stlashsak bo'ladimi siz bilan? Hop, Uyingizni bir ko'rsatmaysizmi menga? ko'rsataman, keling, manbaga keling. Mayli. Endi o'zingiz birinchi kirmasangiz sal noqulayda. Vau, uyingiz vafchi zo'r ekan. Asaqalarni qarang. O'zim yasaganman. Televizor ham ko'rasizmi? Ha, To'g'ri, mayli. Ko'rishguncha bo'lmasa-ya. hop, Yana kelib turaman mehmonga. hop, keling. Vau, Steve degan bir bratni ko'rib qoldim lekin. Vafchi qiziq juda. Men oldinlari hech qachon o'zim dunyoyimda kimdirlar qo'shilib qo'yganini ko'rmagandim. Crafting table ishga qo'yib vaqtinchalik turar joy qilarman balki. Ancha kerak bo'ladi. Va bitta qalqon. What the heck? Qalqon uchun bitta yetishmayapti. Voy, o'qning ovozi. Nahotki boyagi odam bo'lsa. Yo, qurol ko'tarib olganmi? Brat, nima qilmoqchisiz, brat? Yaxshi. Menga tekkizolmadi hali. Brat, menga otmoqchimisiz? Tushunmayapman, brat. Brat, siz joyiga boramiz. What the heck? Meni o'ldirib qo'ydimi? Yana bir marta o'lsam, butun o'yinim tugaydi. Men tezroq borib, narsalarimni yig'ishtirib olishim kerak, ehtiyot bo'l. Qolmasin. Shu juda xavfli, meni ko'rib qolmasligi kerak. Qilichimni qanday bo'lsa ham olishim kerak bu odamni. Cho'q. Odam yana ko'rib qoldi. Cho'q. Qoch. Mana shu yashni. Menda qilich bor. Yo, u meni o'ldiradi, yo men uni o'ldiraman. U uyga kirib ketyapti. U meni tagimda turibdi. Ketyapti. Uyda biron nima bo'lishi kerak. Yaxshi. Bronyalar bor ekan. Boshimga to'g'ri. Qochishim kerak. Naqadar sodda mana. Yaxshi odam deb o'ylabman uni. Qayerdan ham uni uyiga bordim. Qolay. Tezroq bilan nima yeyman. Odam qayerda ekan? Yaxshi uni ko'ryapman. Fut. Men urolmaydi. Wow! Men uni o'ldirdim. What the heck? Tezroq qayerda bu yerdan ketib borishimga to'g'ri keladi.
Bo'lmasa agar u yana qayta tirilib qolsa, meni hech qo'ymasligi aniq. U tirilguncha men undan ancha uzoqlashib, sezmaydigan darajada nariroqqa ketishim kerak. Albatta, uning uchun menga qayiq kerak bo'ladi. Shu atrofda crafting table bor. Hammani va xo'sh, qayiq. Qani qayiq? Mana qayiq bor. Va ketishimga to'g'ri keladi. Ortida bilan yuraman, bratishka, qandaysan? Qo'yib. Va men qochib qoldim. Boshqa hech qachon kelmayman bu orolga. Do'stlar, agar video ozgina bo'lsa ham qiziq bo'lsa, kanalga obuna bo'lib keting. Yo, hammaga xayr. Sizlar bilan like menga.